Aniq bilaman, hali siz bu salatni mazasini tatib ko'rmagansiz. Assalomu alaykum pazandalarim. O'zbek Qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab, barcha mahsulotlarimizni qaynatib olganman. Tovuq filesi menda 300 gramm. Kubik shaklida to'g'rab olamiz. 4 dona qaynatilgan tuxum, 2 dona qaynatilgan qizil sabzi, 2 dona qaynatilgan kartoshka. Juda ham yumshoq bo'lib ketmasin. Ushbu masalliqlarimiz qaynatish jarayonida bodring solamiz, 3 dona. Uni ham kubik shaklida to'g'rab olamiz. 150 gramm sir va 1 dona tuzlangan bodring va yarim bog' ukrop ko'kati. Ozginagina murch va tuzni sepib olamiz. Agar sizda konservalangan makkajo'xori bo'lsa yoki bo'lmasam oddiy garux bo'lsa ham undan ham foydalanishingiz mumkin. Mayonez, ushbu mayonez juda ham zo'r bo'lib chiqadi salatlar uchun. 200 gramm mayonezdan foydalanamiz. Salatimizni barcha mahsulotlarini mana pishirib, tayyorlab, to'g'rab oldik. Endi buni bir chetga olib turamiz. Hozircha aralashtirmaymiz. Biz esa retseptimizni asosiy jarayoniga o'tamiz. Ishimizni mana shunday lavash xamirlaridan boshlaymiz. Xuddi shu lavashdan foydalansangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bu tayyor holatda mana shunday bitta paketining ichidan 10 dona chiqadi. Bemalol 10 ta mehmonni kuzatib olsangiz bo'ladi ushbu salat bilan. Shunaqa tayyor doira shaklida qirqilganini sotib olasiz. Qozonchamizga yog'ini qo'yib qizdirib olamiz. Lavash xamirlarining chetlarini esa mana shunday zubachka bilan chiroyli qilib mahkamlab olamiz. Yog'ni 2 osh cho'michda quyasiz. Yog'ga solamiz, salgina mana shu o'rtasini o'zimiz xuddi shunaqa qilib qoshiq yoki mana shunaqa lopatkada yaxshilab ushlab turamiz, chunki chetlari o'rtaga bosilib qolishi mumkin. Lavash xamirlariga xuddi shunaqa kichikroq idish yoki kichikroq qozoncha bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Mana shunday qilib mana salgina qizartirib olamiz. Lavash xamirlarimiz kuyib ketmasin. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tyapman. 4 tarafini xuddi shunaqa qilib mahkamlab olishimiz kerak. Ushbu salatni mehmonlarga tortiq qilsangiz, albatta barchasi sizning ishingizga lol qoladi va mehmon kutishingizga 5 va 10 baholarni beradi. Yog'da lavash xamirlarimiz juda ham qizarib ketmasin. 1-2 minut davomida tursa bo'ladi. Tayyor bo'ldi mana salatnitsalarimiz. Ko'rib turganingizdek barchasi chiroyli bo'lib atirgulga o'xshab mana ochilib chiqdi. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Endi salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Salat uchun albatta tovuq go'shtidan foydalanasiz. Ha, aytgancha retseptni kuzatish davomida bir dona like tugmasini bosib qo'ying va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Bu salat juda ham mazali chiqadi. Ko'rib turganingizdek sizdan ko'p mablag' talab qilmaydi. Salatimiz tayyor bo'ldi. Endi ushbu salatlarni dasturxonga tortiq qilamiz. Lavash xamiridan tayyorlangan idishchalarimizga salatni 4 yoki 5 osh qoshiqda solsak, shuni o'zi kifoya qiladi. Juda ham ko'payib ketmasin. Ekranda ko'rib turganingizdek joylab olasiz salatlarni. Juda ham baland bo'lib yoki mana shu tayyorlab olgan lavash salatnitsalarimizdan ortib tepalarga chiqib ketish kerak emas, salgina kamroq solish kerak. Lavashdan tayyorlangan salatnitsalarimizni mana salatimiz bilan to'ldirib oldik. Ustini esa o'zingiz xohlagan uslubda bezatib qo'yishingiz mumkin. Albatta siz ham tayyorlab ko'rasiz degan umiddaman. Juda ham oson va juda ham oddiygina. Lekin tayyorlagan ishingiz albatta mehmonlarni lol qoldiradi degan umiddaman. Har bir tayyorlangan ushbu salatimizni bittadan tarelkaga qo'yib tortiq qilishimiz mumkin.
E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi retseptlar orqali ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling va salatimizni hozir tatib ko'ramiz. Xuddi shu uslubda bo'ladi. Mana judayam mazali bo'lib chiqdi. Salatimizni iste'mol qilamiz va mana shu chetlarida karsil-dog' bo'lib turgan lavash xamirlarni ham maza qilib salat bilan birga yeymiz. Barchaga rahmat, ko'rishguncha.